Okey, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Larixman. Do'stlar, bugun men qishloqqa ko'chib keldim, ya'ni 67-qishloqqa. Yo-moyo, Minecraft baglari bo'lyapti. Do'stlar, yaqinda bobom o'tib qoptilar, shuning uchun meni qishloqqa chaqirishdi. Yo, bu qishloq Benvimi? Bu boy bu qishloq. Merni qayerda ekan endi? Birorta, yo-moyo, bu ham o'yinchini bo'lsa kerak. Yo, bu uy nega bunday yopiq turibdi? Tak, nima bor ekan ichida? Okey, yo-moyo, eshik ochilib ketdi. Mayli. Tak, merni, yo-moyo. Birorta, hoy, kim bor? Yo-moyo, qishloqning ovozi eshitilyapti lekin. Yo, bu yerda hech kim yo'q. Tak, bu yerda, mana bor ekan. Tak, kirsam bo'ladimi? Ha. Assalomu alaykum. Merni qidiryapsizmi? Ha. Ana katta uyda. Hop, rahmat. Do'stlar, bobom o'tib qopti, shuning uchun endi bobomning uyida men yashamoqchiman do'stlar endi. Lekin bobom juda zo'r bobo edilar, hamma bobodan zo'r edilar. Ana mer o'tiribdi. Tak, kirsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Larix, meni tanidingmi? Lekin men seni tanidim. Mana bu uyni kaliti senga. Rahmat. Bu bobongning uyini kaliti. Bobong o'tib qoldi, lekin yaxshi odam edilar. Joy jannatda bo'lsin. Sen yashashga kelding menimcha bobongning uyida, to'g'rimi? Ha. Menga bobomning uyida yashashga keldim. Xo'p, mayli, rahmat mer. Mana do'stlar. Ha, bo'pti. Xo'p. To'xtang, menga ish bera olasizmi? Uyning yonidagi огород bor, shu огородda bobong ishlardilar oldin. Sen ham ishla shu огород senga. Xo'p. Aytgancha uyda narsalar bor o'zi bobongniki. Xo'p. Okey, mana yo-moyo. Assalomu alaykum janob Shitel. Va alaykum assalom. Bobni nabirasi kim edi? Isming? Qarilarda. Mana shunday qishloq ekan, bu yaxshi, juda zo'r qishloq ekan do'stlar. Yo-moyo, ochla qoldi. Mana bo'ldi, qotib ketgan. Yo-moyo, qotib ketgan. Podval bormi bu yerda choti? Xo'p, ochilmayapti. Yo-moyo. Narvon tagiga kirib ketgan. Qish qo'yganmi? Xo'p, mayli, endi buni sindiramiz. Lavaga otib olish kerak. Hoppa. Bir to'play Neymar. Mayli, bu turaversin. Tunda ochamiz, bo'lmasa shitelar oz kelib nima bo'lyapti bu yerda deydi. Yo-moyo, eshik qulflanmaganda. Mana qulflaymiz, to'g'ri kelarmikan? Ana qulflandi, endi ochamiz. Mana bobom yaqinda o'tib qoptilar, mana. Yo-moyo, hamma narsasi turibdi-ya. Oldin kelganimda shahardan notbugim bo'lardi. Mana yo-moyo, nima bu do'stlar, hozir nimani ochdim men? Shahardan notbugim bo'lardi. O'sha bilan olib kelib, birga Minecraft ulanib o'ynardik ukam bilan do'stlar. Lekin men katta bo'ldim, shuning uchun qishloqda yashab ko'rmoqchiman endi. Do'stlar, shuning uchun men qishloqqa keldimda bobom bu yerda yana bitta xona bor ekanmi? Endi qayerda o'taman deb turganimda yo-moyo, bobom oldin mer bo'lganlarmi? Ikkita toji bor ekan. Yo-moyo, buni merdan so'rash kerak. Okey, narsalar ham turibdi. Xo'p, mana aytgancha огород deganda bo'lgan. Mana bor ekan огород. Okey, yo-moyo. Bu super Jiguli. Xo'p, ko'ramiz endi. Super Jiguli, bobomda mashina bo'lgan. Yo-moyo, o'qatlar ham sveji turibdi. Bobomda mayli turaversin. Bobomda mashina bo'lgan ekan do'stlar. Hozir merdan so'rab kelamiz-da. Lekin yo-moyo, bu yerni kim qilib ketdi? Xo'p, mayli. Do'stlar, hozir merdan so'rab kelamiz, birinchi огородni qilib bo'lib. Menimcha mer maqtab qo'ysa kerak bizni.
Hop, mayli, elektr tokini tejash kerak. Okey. Hop, mana, okey. Mana bo'ldi. Bu yerda tekislab qo'yamiz. Okey, 30, ozgina yo'q, 38 ta kartoshka va 38 ta sabzi do'stlar ekib chiqamiz. Qanaqa turgan bo'lsa, yo'q-mo'yo. Garaj bor ekan bu yerda do'stlar, xuddi shunaqa qilib ekib qo'yamiz. Okey. Stop, garaj. Bu yerda garaj bor ekan bu yerda. Mana bu super Jiguli ana shu garajda. Hop. Hozir bu yerda aniqini so'rab kelamiz. Xo'mer, mana men narsalarni olib keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga savolim bor edi. Bobomda mashina bo'lganmi? Ha, men bobongni yoshligidan taniyman, bolam. Biz yoshlikdan do'st edik. U ham mer bo'lgan, men ham hozir merman. Va o'txonasidan oldin biz yaqin do'st edik. Hozir ham yaqin do'stmiz. Joy jannatda bo'lsin, yaxshi odam edi. Ha, unda mashina bo'lgan, ana u garajda turibdi, hozir ham mashinasi. Senga omonatim bor deyotgandi. Hop. Shunda bobomning mashinasi. Hop, o'zim hozir ko'raman borib. Nima bo'lgan ekan? Yo'q-mo'yo. Hop, sabzini solib qo'yamiz bu yerga esa kartoshkani solib qo'yamiz. Xatiya yo'q, boyagi ko'rgan tumichkadagi joyga solib qo'yamiz bularni, o'zimiz yeyishimiz uchun, ya'ni o'zim yeyishim uchun. Aytgancha. Ana hop, mayli. Okey, mana tunam tushib qolayapti. Ichlarim mana ekan kunim. Yo'q-mo'yo. O'sha poygach 8 UZB, o'sha mashhur poygalardagi Jiguli qulflangan ekan mana. Yo'q-mo'yo, kaliti ham mos keldi. Yo'q-mo'yo do'stlar. Signali ham ishlayapti. Okey, yo'q-mo'yo, juda yo'q-mo'yo. Men ham poygachi bo'lib ketsam-mikan? Do'stlar, qanday yarashyapti mashinaga. Kiyimim bu mashina sal seri nima bug bo'lyapti yana. Yo'q-mo'yo, bu yerda ham raqamli garaj, lekin garajga besh ketdim. Ana yerda yana bitta. Ben bu turibdi. Hop, mayli. Hop, hozir ana shu telqochi yuribdi. Tunchda hozir narsalarni joylaymiz, svetni yoqamiz. Lekin bu yerda svet menimcha hamma uyda bor bo'lsa kerak. Yo'q-mo'yo, nega uxlab qoldim? Do'stlar, charchadim, lekin kashalogim o'zimda. Hop, $1840 bor edi, 1880 bo'ldi. Mayli. Okey, do'stlar. Hop, bu yerga joylaymiz. Mana 17 hamma yerda tenglik. Mana do'stlar, hozir biz ana u joyga tushamiz. Hop, ijodimni qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz obuna bo'ling do'stlar. Bu Timboli yangi kanal. Yo'q-mo'yo, qaysini olsam ekan? Mana mayli, shuni olamiz. Yarmini olsak ham bo'ladi menimcha. Okey, degan narsa olib qolishimiz mumkin, kerak, ya'ni chunki ana podvalda nimalar bo'lishi mumkin. Bobom qayerda ekan? Nima sababdan o'lganini aytishmadi, lekin bobomni va bizga bolta va kirka kerak bo'ladi. Hop, bu narsalarni joylaymiz. Okey, qayerga qo'ysam ekan? Shunday, mayli, shunday turaversin. Hop, qo'yamiz. Okey, yoki o'rtaga qo'ysam ekan. Yo'q-mo'yo, qo'rqib ketdim. Hop, ana yetel uyga kirishini kutamiz. Okey. Yo'q-mo'yo, basharasi qanday edi ana uni? Hop, mayli, menga nima? Mana bu yerdagi olib o'tib boramiz. Okey. Yo'q-mo'yo, ochilmayapti, ochila qol. Ochil. Okey. Asta yopish kerak.
Yo-mayo. Oltin seyfli eshik yonida bedrockli devor bilan bobom shunchalik boy bo'lganmi, bedrock hattoki adminlarda ham bo'lmaydi-ku. Hop, mayli bu parol nima ekan? Tak. Voy yo-mayo, parol ham yo'q ekan buni. Hop, mayli lekin yopib qo'yamiz. Yo-mayo svetni yoq. Mana shu. Lekin mana buni podval desa bo'ladi. Yo, bu nima bo'ldi? Menimcha bobom yana bir yerlarda yo-mayo bir joylarda ichida nima bor edi? Bobom qayerlarda ishlagan ekan ha? Shu ko'rsam door deydi. Mayli bu eshikni olib qo'yamiz, eshik ekan. Menimcha bobomdan xafa bo'lsa kerak. Nabiram eshikni almashtirishing kerak. Yo, paroli 1488. Yo-mayo do'stlar, bu nima deyapti? Bu bobom o'zi bu. Stop. Bu yerda eshik bor dedimi? Bu yerda eshik bor ekan do'stlar. Mana shu cho'tir ko'zimga holat ko'rinyapti-da. Mana shu yo'q. Sinmaydi bu bedrock. Yo-mayo. Nima ko'rdim hozir men? Nima ko'rdim? Yo, bu tushum bo'lyapti menimcha. Yo, men ketdim bu yerdan. Yo'q. To'xtang, xatiya kirib ko'rish kerak. Okey, yopamiz. Yo-mayo. Do'stlar, Jiguli oltin. Sof oltindan Larix men ismim yozilgan. Bu yerda bir emas, ko'p gap bor. Devorlar ham oltindan oltin Jiguli. Oltin Jigulini kaliti bu to'g'rilaydigan. Menimcha yana bundan xat. Nabiraginam Larix. Yo-mayo, bu menimcha hazillashyapti birovlar. Hop, mayli nabiraginam Larix, agar sen bu xatni topib o'qiyotgan bo'lsang, demak men allaqachon o'lganman. Yo, menimcha buni hop bobom o'lmasdan oldin menga shuni yasattirib, menimcha hop davomini o'qiymiz. Bu mening yillar davomida yig'gan boyliklarim. Endi bu dunyodan o'tar ekanman. Nima o'tar ekanman, hammasi senga. Bular nabiraginam bobong. Bob. Yo, do'stlar, nabiraginam hammasi senga deyapti. Davom bormikan? Ko'raylik-chi. Yo'q, menimcha davomi yo'q buni. Xo'p. Yo-mayo, bu yillar davomida bobom mehnat qilib shularni yasagan ekan. Men uchun xatiya bu yerga qo'ymaymiz, buni qo'yamiz o'zimiz bilan. Shigulin kalitini ham olib qo'yamiz. Buni bu yoqqa qani bitta o'tirib ko'raylik-chi. Yo'q, o'zida turaversin. Joyiga solib qo'yamiz. Yo-mayo. Shiguli do'stlar, oltin. Xildiraklar ham oltindan ishlangan Shiguli ekan. Yo, bobom rostdan ham meni aytganchalik boy bo'lgan ekan. Yo, qani? Baloni qani buni? Nega tushmadi? Mayli mashina ustasiga olib borib shu yerga. Xo'p, mayli mashina ustasiga olib boraman ertaga do'stlar. Xo'p, ijodimni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling do'stlar. Xo'p, o'tirib ko'ramiz. Yo-mayo. Yo, to'xtat buni. Xudoga shukr to'xtadi. Yo, mana tezlik ko'rsatkichlari ham a'lo darajada ishlangan. Larix 808 do'stlar. Parraklarning aylanishiga qarang. Yo-mayo, signal. Yo-mayo. Qanday yarashdi endi boyagi Jiguli bilan bu Jigulini solishtiramiz. Bardachoklari ham yo-mayo, nega jonim ketdi hozir mencha. Yo, bular olmosli blok Larix 808. Bobom men uchun yillar davomida yig'gan boyliklarim deganday bo'lganda, o'sha boyliklaridan menga qoldirgan, menimcha omonat qilib. Hozir salor. Yo-mayo, yana boshimni urib oldim. Do'stlar, hammasi bobom menga qoldirgan omonatlari ekan. Mayli. Xo'p, zo'r ekan bular. Bobomning pullari ham ko'p bo'lsa kerak shu yerlarda. Qayerdadir shu yerda. Xo'p, buni yo'q. Qanday qulflanadi bu? Xo'p, mayli turaversin.
Hatto hech kim kelib teginmas bunga. Cho'ta zombini ovoz kelyapti-da. Bu yerlarda zombilar bo'ladimi dedim. Xo'p, yomg'ir ham yog'yapti, chaqmoq ham chaqyapti, momaqaldiroq ham gumburlayapti. Короче, qisqa qilib aytganda 4 va 1 bo'lyapti bizda ob-havo do'stlar. Buni bu yoqqa solib qo'yamiz. Okey, bu narsalarni esa bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Yo'q, buni bu yoqqa qo'yish kerak. Okey, mana bo'ldi. Endi pechenyani eshik bu yoqqa, pechenyani bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mayli do'stlar, mana hamma narsani o'z joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Okey, mana bo'ldi do'stlar. Do'stlar, ijodimni qo'llab-quvvatlashingiz uchun obuna bo'ling. Bu mening yangi kanalim, birinchi videoyim. Menimcha qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Bugungi kunim juda og'ir o'tdi. Quvonchli lahzalar ham bo'ldi, qo'rqib ketgan lahzalar ham bo'ldi hozir. Xo'p, mayli. Hammaga xayrli tun do'stlar. Kecha biram nima bo'ldi? Boshim sal yana og'riyapti-da. Xo'p, mayli, sizlar bilan men Larix bo'ldim do'stlar. Yana bir bor aytaman, ijodimni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling. Xayr.